Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarni chaqiringda, jumladan meni ham chaqiringda. Bizni xalqni savollariga javob bering xolis bo'lib. Biz sizni provokatsiya qilmaymiz. Ig'vo qilmaymiz. Shunchaki xalqni savollariga javob berishingizni so'raymiz xolos, bo'ldi. Nimasdan cho'chiysiz, nimasdan qo'rqasiz? O'zingizga ishonsangiz, komandangiz, atrofingizda guruhingiz shunchalik zo'r bo'lsa, o'ziga ishonsa, nimaga bunchalik qo'rqasizlar? Assalomu alaykum hammaga. Bugun 3-mart diktator Shavkat Mirziyoyevning siyosiy mahbusi jurnalist Abduqodir Mo'minov tug'ilgan kun. Abduqodir bugun 35 yoshga kirdi. Ayni paytda u sud qaroriga zid tarzda, ya'ni sud qarorida jazo muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilanganiga qaramasdan Navoiydagi qattiq tartibli koloniyada huquqlari poymol qilingan sharoitda, ya'ni og'ir ahvolda saqlanyapti. Abduqodir Mo'minov yangi O'zbekiston davrida, ya'ni yangi Mirziyoyev diktaturasi davrida O'zbekiston ichida turib, O'zbekistonning muammolarini, xalqni dardini olib chiqqan yagona jurnalist bo'ladi. Ya'ni eng yuqoriga, men demoqchi bo'lganim, DXX chizib bergan chiziqda yurmagan. Vazirlar DXX chizib beradigan chiziq, bu vazirlarni, amaldorlarni tanqid qilish mumkin, lekin undan yuqoriga chiqish mumkin emas. Abduqodir Mo'minov mana shu chiziqdan chiqdi. To'g'ridan-to'g'ri davlat rahbarigacha kerak bo'lsa murojaatlar bilan chiqdi. Bir necha marta Shavkat Mirziyoyevga bir necha marta murojaatlar qildi va o'sha eng katta amaldorlarni, kerak bo'lsa o'sha Mirziyoyevlarning oilasiga bog'liq korrupsion deymizmi, jinoyatlarni fosh qilishga surishtiruvlar o'tkazdi va mana shuning oqibatida pastkash, sharafsiz, bu vatanni talayotgan xoin itlar tomonidan soxta ayblovlar bilan avval suiqasd uyushtirildi. Eslaringizda bo'lsa, 2022-yil dekabr oyida Abduqodir Mo'minovga qarshi uyushtirilgan suiqasdda garchi undagi o'sha video tasvirlarda suiqasd ishtirokchilari tasvirga tushgan bo'lishiga qaramasdan haligacha topilgani yo'q. Nima uchun? Chunki buni Davlat xavfsizlik xizmati tizimidagi ba'zi nopok shaxslar, Rossiyaga xizmat qiladigan xoin ko'paklar tashkil qilgandi. Suiqasd muvaffaqiyatsiz o'tgandan keyin Abduqodir Mo'minovga qarshi soxta bir necha ayblovlar ilindi va uni ochiq nomida ochiq, lekin aslida yopiq sud tarzida advokatlarni bermasdan, advokat himoyasidan mahrum qilgan holda qamoqqa tiqishdi. Ayni paytda Navoiydagi qattiq tartibli koloniyada va uning ahvoli, sog'lig'i yaxshi emas. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, uni allaqachon bitta ko'zi ko'rmaydigan holatga kelgan va o'sha operatsiyaga muhtoj. Ammo qamoqxona rahbariyati operatsiya qilishga ruxsat bermayapti. Ya'ni Toshkentda operatsiya qilishga ruxsat bermayapti. Navoiyni o'zida qamoqxonada qilishing mumkin deyilyapti, lekin qamoqxonada Navoiyda Abduqodir Mo'minov ham, uning oila a'zolari ham, boshqalar ham bu hukumatni, bu kuchlar tizimlariga ishonmaydi. Ya'ni operatsiya bahonasida har qanday bu pastkashlik, sharafsizliklarni, bu pastkashlarning qo'lidan keladi. O'shaning uchun operatsiyaga muhtoj bo'lishiga qaramasdan Toshkentga qo'yib yuborilmayapti. Abduqodir Mo'minovning keyingi sud ishlari, kassatsiya tartibida ko'rilgan sud ishi ham dastlabki sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Albatta bilasizlar, qo'g'irchoq sudlar bizada Mirziyoyev qurgan qo'g'irchoq sud tizimi, bundan ortig'ini kutish mumkin emas va Oliy sudga murojaat yuborilishi kerak edi. Afsuski, Abduqodir Mo'minovning o'zi qamoqda bo'lganligi sababli qamoqxonadan yuborayotgan, Oliy sudga yuborayotgan murojaatlari qamoqxona ma'muriyati tomonidan rad etilyapti. Ya'ni ma'qul topilmayapti-da, ichki tartib qoidalariga to'g'ri kelmayapti deyapti. Har xil vajlar bilan Oliy sudga murojaatini o'tkazmayapti. Uning oila a'zolari, advokatlarining murojaatlari esa qanoatlantirilmasdan e'tiborsiz qoldirib kelinyapti. Abduqodir Mo'minov zamonamizning qahramoni. Shuni barchamiz bilishimiz kerak. U mana shu xalqni dardini olib chiqqani uchun, mana shu xalqni
muammolarini ko'tarayotgani uchun, mana shu xalqni talayotgan kalamushlarni, ko'ppaklarni, vatanfurushlarni, pastkash sharafsiz kimsalarni asl yuzini ochgani uchun bugun qamoqda o'tiribdi. Biz bugun millatni talayotgan xoinlarni tanidik, taniyapmiz, ko'ryapmiz. Kim qayerni sotyapti, kim xitoyliklarga sotyapti, kim fransuzlarga sotyapti, kim o'risga qul bo'lyapti, hammasini ko'ryapmiz. Va ularga qarshi turgan millatparvarlarni ham bugun tanishimiz va qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Biz millat sifatida shakllanishimiz uchun biz millatparvarlarni qo'llab-quvvatlashni o'rganishimiz kerak. 37-yilda millatparvarlar bugun qanaqa qatag'on qilinayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa qatag'on qilingan. Dastlab mana shu soxta ayblovlar bilan ularga yolg'on, bo'xton, tuhmatlar bilan qamoqqa tiqilgan va o'sha paytda otish hukmi qonunchilikda bo'lgani uchun otuvga hukm qilingan. Baxtimizga bugungi kunda otuv hukmi yo'q. Agar bo'lganda edi, hokimiyatni egallagan mana bu pastkash, sharafsiz kimsalar bugun mana shu xalqning dardini olib chiqayotgan jurnalist, blogerlar, millatparvarlar, millat jonkuyarlariga qarshi ham aynan mana shu hukmni ijro etishardi. Bularning qo'lidan har qanday sharafsizlik keladi. Shunday ekan, bugun do'stlar, vatandoshlarim, hammamiz Abduqodir Mo'minovni eslashimiz, uni qo'llab-quvvatlashimiz shart. Shu o'rinda men aytib ketaman, mana bu pastkash, sharafsiz, munofiq kishilar, kuch ishlatар tizimlarida o'tirgan, vatan hokimiyatni tepasida hukumatni noqonuniy egallab olib o'tirgan sharafsizlar topgan bitta shablon gapi bor. Biza chetdan gapirsak, zo'r bo'lsang deydi, O'zbekistonga kelib gapir deydi. Zo'r bo'lib O'zbekistonda Abduqodir Mo'minov gapirdi, Olimjon Haydarov gapirdi, yana yuzlab sanasa bo'ladi gapirganlar. Lekin sizlar zo'r bo'lib javob berdingizlarmi savollariga? Ular ortiqcha gapirmadi, haqorat qilmadi, shaxsiyatga tegmadi. Savol berdi, xalqning dardini olib chiqdi, muammosini ko'tardi. Shunga yarasha javob bera oldilaringmi zo'r bo'lib? Nima qildinglar? Sharafsizlarcha, pastkashlarcha, benomuslarcha har qanaqa tuhmat, ig'vo, bo'xtonlar bilan qamab qo'ydilaring. Va o'sha qamoqda ham tinchlik bermayapsizlar. Sizlar zo'r bo'lsang O'zbekistonda kelib gapir deyishdan oldin o'zlaring mard bo'linglar. Mard bilan yuzma-yuz gaplashadi, lekin sharafsiz, pastkash, orqadan ish qiladigan, benomus, g'urursiz odamlar bilan hech qachon yuzma-yuz kelib bo'lmaydi. Chunki yuzma-yuz kelganda u iflos, har qanday ifloslikka, har qanday sharafsizlikka tayyor bo'ladi. Mana shu ifloslikni, mana shu sharafsizliklarni bugun Abduqodir Mo'minovlar, Olimjon Haydarovlar misolida ko'rdik. Qanchalar sizlar pastkash ekanliklaringni. O'shaning uchun yurtga kelib gapir deyishdan oldin ozgina mard bo'llaring, erkak bo'llaring. Erkak bo'lsang, keyin yuzma-yuz gaplashamiz. Abduqodirni qo'yib yuborlaring, chiqsin, gapirsin. Sudini mustaqil ochiq qilgin. Kirsin jurnalistlar. Qayoqdagi sotib olingan dejurniy jurnalistlarni kiritmasdan, haqiqiy mustaqil jurnalistlarni oldiga kirit. Gaplashsin u bilan. Haligacha uni vakuumga olishgan, ihotalab olishgan, hech kim bilan oila a'zolaridan boshqa hech kimni yaqinlashtirishmaydi. Onasi bilan bir gaplashmasa, ayoli bilan gaplashmasa, birorta bir inson huquqlari tashkilotlari ham kirgani yo'q shu paytgacha Abduqodir oldida va birorta bir mustaqil jurnalist, bloger Abduqodir Mo'minovning oldiga kirgani yo'q. Hamma joydan ihotalab tashlashgan bu sharafsizlar nima uchun? Nima uchunki o'sha kiradigan bo'lsa, bularni kirdikorlari, ichkarida qilayotgan iflosliklari unga nisbatan yana chiqib ketishi mumkin tashqariga degan qo'rquv bor. Bular o'zi bir qo'rqoq, sharafsiz, nima deydi, mansab uchun, tepadan kelgan buyruqni bajarish uchun har qanday ifloslikka tayyor bir jirkanch kishilar. Mana shu o'zlarining iflosliklarini, jirkanchliklarini bilganliklari uchun, uni yashirish uchun ham, uni har tomonlama ihotalab, uni xalqdan yashirib kelishyapti. Xalqimiz bularni bilishi kerak va mana shu xalq uchun, mana shu millat uchun gapirib, bugun hibsda o'tirayotgan Mirziyoyevning bu hammasining nima deydi? Aralashadimi, aralashmaydimi? Rahbar davrida, Mirziyoyev davrida bo'ldi. Otilganlar 37-yilda Stalin davrida bo'lgan bo'lsa, Stalin nomi bilan bog'lanadi. Qamalganlar Mirziyoyev davrida bo'ladigan bo'lsa, Mirziyoyev nomi bilan bog'lanadi.
Mirziyoyev diktatura o'rnatdi. Mirziyoyev chiqib va'dalar berdi, qop-qop muammolarni gapiringlar, himoya qilaman, orqalaringda turaman deb chiqib gapirganlarni himoya qila olgani yo'q. Eshitmaydi, ko'rmaydi. Bugun muammolarga yechim topish yo'qda tursin, hatto muammolarni gapirayotganlarni eshitmaydi. Faqat o'sha qo'l ostidagilar, tizimdagilari qamash, ovozini o'chirish, jarima qilish, har qanaqa uydirma ayblovlar qo'yish bilan shug'ullanishyapti. Bu davlatchilik emas, do'stlar. Davlat bunaqa bo'lmaydi. Davlat degani xalqni eshitish kerak. Xalq bilan hamfikr bo'lish kerak. Xalqning muammosini gapirgan odamni qamab, har qanaqa sharafsiz ishlarni qilish bu davlatchilik emas. Bu pastkashlikdan boshqa narsa emas. Mana shu narsalarni bugun millatimiz, xalqimiz bilish kerak va o'sha xalq uchun xizmat qilayotgan, xalq uchun ichi yonib gapirgan, ichkarida o'tirgan, qamoqda o'tirgan do'stlarimizni, yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak.